Salom hammaga do'stlar. Sizlar bilan Horror Behruz Gamer. Bugun sizlar bilan Combine Items degan bir modni ko'rsatib o'taman. Uni Telegram kanalimga taylab qo'ydim. Minecraft mod deb yozsalaring chiqadi. Herobrine rasmi turibdi, bit turibdi. Bo'lmasa mayli, o'yinda boshlaymiz-da. Yaqin kirib oldik. Mana shuncha blokdan ham chiqib ketaveradi bola. Nechta blok? 1 2 3 4 ekan. Gap yo'q. Mana shunday chiqib ketdi. Mana esa Soul Speed. Mana esa Fireworks Sword. Orqamda 50 lira borda. Rabbit Bots. Qo'sh qolganlardan bo'lmasin ko'z. Nimaga moblar spam bo'lmayapti? Qarang. Peaceful bo'lmasin yash. Yo'q, hardda turibdi. Qo'rqyaptimikan bu bilan meni? Night Quyosh chiqayotganga o'xshaydi, lekin botyapti. Nima bular chiqmaydi moblar. Friendly fire. Bo'ldi, yo'q. Mana uni ham ko'rsatib o'taman. Mana o tayoqcha. Shuraya bitta mod qilasizlar. Ana. O'lib ketadi, o'lib. Mana masalan bunda ham mana bu tomosha. O'zim o'ldirib qo'yaylik yana. Mana. Qancha jonim demaydi, menga farqi yo'q. Keyin. Mana.
Bu mod Ender Dragon'da ham shunday qilsa kerak. Bo'ldi bola, bo'lsa Enderga ketdik. Xo'sh. Shunday qilamiz. Bye. Modified Fight World. Mana keldik. Qayerga tirildim? Bu yerga chaqmoq urma. Endermenlar qayerga ketgan? To'yga ketganmi? Ey, undan ko'ra kamini otsamchi. Nima qilaman o'zimni qiynab. Kamonda ham tuzugi yo'q ey. Ender Dragon için oxirgi kuning ekanda. Bir udarda qo'rqaman bolalar, menikini deb o'ylayib kelinglar sizlar. Qizni endi qanday? Minecraft. She's a player, you mean Shadow Minecraft? Ha. Ona gap ko'p o'qiymiz desak bolalar. Anday mazza qildim. Qanday ajoyib. Tulkining rasmiga o'xshar. Tulkimisan tulku. Mana bolalar ko'rdinglarmi? Hamma narsaga qo'rqadigan ham.
do'stlar, ko'rdingizlarki bu mod haqiqiy. Men sizlarga yolg'on narsani ko'rsatmayman. Talab sinab ko'rsataman, mayli bo'lmasa. Talab bu kirka, bu bunaqa. Buni olsa odam-ku. Ha, buni olsa ko'rinmas bo'lib qolar ekan. Ko'rinmas bo'ladi. Bu ishtonda kiysangiz. Buni ko'rganmizman. Suvga chidamli bo'lasizlar. Bu moldikini kiysangiz esa hech qanday effekt bermaydi. Mollar bilan do'st bo'lib yurasizlar butun umr. Buni kiysanglar armorlaring ko'payadi. Nima edi? Obsidian chest plate. Mana uni o'qisanglar esa jonlar to'ldirib beradi. Mana ko'ryapsizlar-ku. Buni kiysanglar tindirsizlarda, lavaga chidamli bo'lasizlar. Lavaga tushsanglar ham hech nima bo'lmaydi, tushmasanglar ham. Bu esa lavaniki. Buni ko'rsatdi. Buni ham ko'rsatdi. Bu ham qilich, ham mana bu kirka. Bu esa suv. Shuni 16 attak. Sizga bitta modda ko'rsatib berardim. Bombalarni esa bunday qilib ucha olasizlar. Yerga qarasanglar, shu ketasiz. Tepaga qarasanglar uchasizlar. Umuman bunday pastga qaramaslik kerak. Shuni tushib qilib ana o'qilasizlar. Chiqib shuda. Bu kristal. Ha, tushundim. Bu ham bu esa ana o'stirib beradi. Shunday oltda turasizlar, avtomatik o'sib ketadi. Bu esa kirka, bu tezroq chopadi. 7 attak ekan. Nimandir o'qsanglar bu bilan qayerdadir paydo bo'lib qoladi tashqi. Buni ko'rdim. Fire aspect bor ekan. Bu usalar yonib ketadi dada deb. Bo'lib qolganlarni ham ko'rsatay. Shu kombini itimiz. Yenisi ko'rsatdim. Mana uni ko'rsatmadim. Mana uni usalang uchib ketadi. Buni ko'rsatdim. Bu esa o'rgimchakniki. Buni kiysanglar kechasi ham mana bo'ladi. Bitta kunda o'tkazib berayinda. Afsuski uni qo'shdim. Mana diamond apple hozir. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Kechasi bo'lsin-da hozir. Kechasi qilaylik. Kechasi qilaylik. Mana. Kechasi qilsak o'zi avtomatik yorug' bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana bu esa pick